20-asrning eng iflos manipulyatsiyasi. 1929-yil 8-mart feministlar marshi. Qo'lda plakatlar, og'izda sigaret. Sigaret ayollarning ozodlik ramzi. Barcha gazetalarda shu haqida yozilgan. Sigaretni erkinlik va tenglik ramzi sifatida ko'rish AQShda boshlangan. Ushbu harakatni sigaret ishlab chiqaruvchi American Tobacco Company kompaniyasining reklama mutaxassisi Edward Bernays tashkillashtirilgan. U ayollarning sigaret chekishini gender tengligi va erkinlik ramzi sifatida targ'ib qilish uchun ayollar huquqlari harakatidan foydalangan. Mustaqil ayolmisan, erkak kabi sigaret chek. Shu tariqa sigaret chekish nafaqat moda, balki erkinlik va tenglik ramziga ham aylangan. PR otasi bo'lgan Edward Bernays ajoyib marketingi tufayli sotuvlarni sezilarli darajada oshirib bergan. Va shu bilan birga jamiyatni zaharlashga o'z hissasini qo'shgan. Ayollar kamida o'pka rakini orttirib olishgan. Bu o'yinda qanaqa psixologik aldovlar ishlatilganini Telegram kanalimda yozib qoldiraman.